O'ravoshli akalar qayerdansizlar? Mana uy so'rab yuruvdilar. Sizlarga tayyor shunday kirib yashaydigan xonadon topib qo'ydik. Nima deysizlar? Общий 10 sotik. 5 xonadan iborat. Oldi teraska, eng qiziq hayvon boqqani ham sharoitlari bor. Maza qilib, qo'ni-qo'shnilar hammasi yashaydi. Manzil ham bir qadamda. O'ravosh to'yxonasidan o'tgandan chapga 150 metr ichkariga kirganda, sentrga ham yaqin, garajga ham yaqin. Xullas zo'r joydagi uy topib qo'ydik. Ichkarilarni bir qadam ko'ramiz, qani ketdik. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, bemalol ikkita mashina sig'adi. Kirganimizda o'ng qo'lda podval bor ekan, buni oshxona qilib qo'yishgan ekan. Bemalol foydalanaverasizlar. Xo'p, kirganimizda bu yerda mana teraska, uzungina teraska mavjud va ichkarida yana bitta spalniy xona qilsalar ham bo'laveradigan holatda. Va bu tomonimizda yana ikkita xona koridori mavjud. Mehmonxona ham anchagina keng. Yonida spalniy xonalari ham mavjud ekanda. Xo'p, ko'rib turibsizlar, to'g'rimizda yana bitta xona mavjud. Bu yerda yosh kattalar uchun alohida xona qilib qo'yilgan ekan. Teplitsalari bor, mana ko'rib turibsiz. Bemalol limonlari ham mavjudda, xudo xolasa. Orqa tomonda 2 etajli molxonalari ham bor, hayvon boqqani ham sharoitlari bor. Gilos bog'lari ham mavjudda, ko'rib turibsiz. Uzumlari ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan, ko'rib turibsiz. Maza qilib foydalanadigan yaxshi variantda uy. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, olib maza qilib yashaydigan zo'r joy. Xo'p, общий 6 xona 10 sotikdan iborat. Hamma sharoitlar bor ekanda, bitta oilaga eng qizig'i sentrga ham yaqin zo'r joy ekan. Xo'p, ushbu joyda narxini $60,000 deyapti egalari, dokumentda muammo yo'q deyapti. Xudo xolasa, natarsa hal bo'laveradi. Telefon qilaverasizlar egalariga. Sog' bo'linglar. O'ravoshidan uy so'rab yurgan akalarni jo'natib qo'yaman.